Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 29-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 43 so'm 76 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2029 so'm 20 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.202.920 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.5% ga tushdi. Yevro 111 so'm 54 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.065 so'm 74 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.406.574 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.2% ga oshdi. Rossiya rubli 91 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 160 so'm 26 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 160.260 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 6.6% ga oshdi. Xitoy yuani 9 so'm 89 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1759 so'm 48 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.759.480 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.4% ga tushdi. Koreya voni 5 tiyinga tushdi. 1 Koreya voni 8 so'm 16 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8160 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 1.2% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.